Так, уже staji bor shogirdlarga yangilik qildik bugun. Razgibaniyada 20 kilodan 70 kilogacha 20, 30, 40, 50, 60, 70 kilo 20 martadan bajardik. Ana endi Smithda приседание eshitib qaranglar. Mana shuni 8 marta qildi. Oyoqlar portlaydi уже. Ikkinchisi tayyorlanyapti. Staji borlarga bu narsalar yangilik qilib turish kerak. Novichoklar razminkadan keyin velik bilan razminka qilib olib, sразу приседаниеdan boshlaydi. Ularga yangilik qilish shart emas. Bu oddiy baza bo'laveradi. Oyoq uchun приседание, жим ногами, выпады shular bo'ladi. Уже staji borlarga trenirovka planini o'zgartirib turish kerak. Muskullar shok sezishi uchun. Har doimgidek o'rganib qolmasin. Ya o'xshamadi bu. Gey degan ovoz chiqardi. O'tvoring uni yostiqchani.